Bugun 1-may. Narx-navo o'zgarishi haqidagi ma'lumotlar haqida shoshilinch xabar e'lon qilindi. Zapravkalarda metan narxi oshdi. O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan gaz narxi 5200 so'mgacha oshdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari xabar berdi. Qalampir.uz manbasi ham buni tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda 1-maydan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan gaz narxi 5200 so'mgacha oshgani haqida xabar tarqaldi. Shu paytgacha hududga qarab 1 kub metr uchun 3900 so'mdan 4250 so'mgacha sotilgan metan narxining oshishi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 16-aprel kuni qabul qilingan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan bog'liq. Unga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil 1-apreldan elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari oshirilishi kerak edi. Xususan, gaz quyish shoxobchalari uchun tabiiy gaz narxi 1 kub metr uchun 1800 so'mdan 2500 so'mgacha +38,9% ko'tarilishi nazarda tutilgandi. Biroq O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga elektr energiyasi va gaz bo'yicha yangi tariflarni kuchga kiritish muddatini 1-maygacha kechiktirish bo'yicha topshiriq berdi. Shu bilan 1-maydan boshlab O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan narxi hududga qarab 5000 so'mdan 5200 so'mgacha oshdi. Tabiiy gaz narxining ko'tarilishi propanning ham birjadagi narxiga ta'sir qilib, u so'nggi oy davomida qariyb 15% ga yuqoriladi. Qayd etish joiz, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil sentyabrda qabul qilingan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida 6 oy davomida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan gaz narxi 3250 so'mdan oshib ketmasligi belgilanganda, ushbu davr tugashi munosabati bilan 2024-yil 1-apreldan 1 kub metr uchun maksimal narx 3250 so'mdan 3350 so'mgacha oshirilib, imtiyozli davr, ya'ni 2 oyga uzaytirildi. 1-iyundan esa eng baland narx 3750 so'm etib belgilanib, uning amal qilish muddati 31-iyulgacha o'zgartirildi.